oshkorlangan bir rasmga tortilgan o'rin bo'lsa, dunyoga ofat keltirgan, ya'ni virus tarqalgan Xitoyning Wuhan shahridagi virus tajribaxonasi ekan. Wuhandagi P4 virus tajribaxonasi. Ya'ni butun dunyoni Xitoyning virus qoplab ketgan va baloyi ofat akagan tajribaxona. Mana bu shu tajribaxonada mag'rur holda 3 odam rasmga chiqdi. Ya'ni Xitoyning virus tajribaxonasidagi bir ayolninki boshlamchilik qilib virus tajribaxonasini ziyorat qilayotgan bir ko'rinish. Bu rasmdagi mashhur 3 odam bo'lsa, birinchisi Amerikaning sobiq prezidenti Obama. Ikkinchi mashhur shaxsiy odam bo'lsa Fauci, Xitoylar Fuchi deydi ekan. Bu odam Amerika davlatining yuqumli kasallarga qarshi turish va uning oldini olish organining mutaxassisi ham mas'ul ekan. Uchinchi mashhur shaxsiy bo'lsa Melinda Gates. Melinda Gatesni Google'dan izlab baqsanglar bo'ladi. Bular zodi qanday odam? Bundan boshqa Melinda Gatesda bir fondi bor ekan. Melinda xonim bo'lsa maxsus mushu Melinda Gates fondiga mas'ul ekan. Melinda yana kelib Joe Biden fondining mablag' silish maslahatchisi ekan. Muhim bo'lgani bu 3 odam nima uchun Xitoyning virus tajribaxonasiga bordi, ham ziyorat qildi? Ya'ni kelib bu 3 odam o'zaro qanday munosabati bor? Yana bir oshkorlangan xabarda ayni vaqtida Obama hukumati Amerika davlat yuqumli kasallarga mas'ul ham mutaxassis Fauci orqali Xitoyning Wuhan shahridagi virus yetishtirish P4 tajribaxonasiga 7 million 200 ming Amerika dollar yordam qilgan ekan. Obama hukumati nima uchun 7 million 200 ming Amerika dollar Xitoyning virus tajribaxonasiga pul yordam qiladi? İnsanlarga xatar yetkazadigan ham cheklanayotgan bundaq P4 tajribaxonasiga iqtisodiy yordam qiladi. Chunki Wuhandagi P4 virus tajribaxonasi bo'lsa, Xitoy Xalq ozodlik armiyasi, Xitoy Fanlar akademiyasining tarmog'i ekan. Ya'ni aniq qilib aytsak, Xitoy Fanlar akademiyasi bo'lsa, Xitoy davlatining istixborot organining niqoblangan ismi ekan. Bu organ dunyoning har qaysi joylaridan odam o'ldirish kuchi zo'r bo'lgan virus tadqiqot materiallarini o'g'irlaydi ekan, ham vahshiy viruslarning avrishkisini o'g'irlab kelib, buni odam o'ldirish qurol uchun tadqiqot ishlariga mas'ul ekan. Dunyoga tarqalayotgan va butun insoniyatga baloyi qazo yetkazgan bu Xitoy virusini Xitoydan planli shaklda dunyoga tarqaldi ham tarqalyotdi deb tushunamiz. Lekin Obama bo'lsin, Fauci apandi bo'lsin, Melinda Gateslar bo'lsin, virusning nima uchun tarqalganligini bilmamda bular. Xitoyning virusi butun dunyoga yamirab, butun dunyoga baloyi ofat keltirayotgan mezgilda Obama bo'lsin, Fauci bo'lsin, Melinda Gateslar bo'lsin, bular faqat Xitoy davlatini iyiblamabdi. Bular Xitoy hukumati bu virusga mas'ul bo'lish kerak, buning javobgarligini ustiga olish kerak degan gapni zot qilmabdi. Aksicha Prezident Trumpga hujum qilib, Prezident Trump efendim bu virusning oldini yaxshi olamidi deb turib, odam to'plab hujumga o'tibdi. Mayli sen Melinda Gates bo'l, Amerika davlatining yuqumli kasallarga mas'ul Fauci bo'l, Obama bo'l, bular virusning qanday paydo bo'lib, qanday dunyoga tarqalganligini intayin aniq biladi ekan. Dunyoga baloyi qazo akagan bu virusni hech bir davlatlar to'sab oldini ilib mudofaa ko'rmay yetibdi mana. Bo'libmi aqtallik davlatdagi odamlar vahshiy qirilgan gap. Mayli Amerikaliklar bo'lsin, Rossiyaliklar bo'lsin, Braziliyaliklar bo'lsin, Yevropaliklar bo'lsin, aqtalliklarning hammasi o'lgan gap. Hindistonliklar bo'lsin, Ironliklar bo'lsin, Arab dunyosi bo'lsin, o'layvergan gap. Qaysi bir davlatlar bu virusning oldini ola oldi? Biz ismini atab o'tgan bu 3 odamni Xitoyning birlik sab organi oldi burun bularni olqiniga tushirib, Xitoy davlatining Amerikada turishliq vakolatchisiga aylanib qolgan. Biz 2 kundan oldin bir video tarqatgan. Bu videoning mazmuni bo'lsa, 2020-yili Jungoni tushunish Guangzhouda ochilgan xalqaro yig'inida Jungo Xalq oliy maktabi Xalqaro munosabatlar institutining muavin mudiri Cai Dongshingning so'zini anglagan edik. U nim dedi? Biz Yugoslaviyadagi konsulxona vaqasi bo'lsin, Janubiy dengizdagi Amerika aeroplan vaqasi bo'lsin, hammani ishqoy qoldirmay jo'ndivatgan to'q. Ba'zi bir hal bo'lmagan ishlarni pul bilan jo'ndivatgan to'q. Bizning Amerika demokrat hukumat qatlamlarida adimiz bor,
lekin u Trump efendim emas. Trump efendim kelganda ishlar bunda bo'lmay qoldi. Lekin ta'limimizga yarasha Joe Biden efendim Amerika prezident bo'lib qoldi degan mezgilda butun yig'in zalda chavak ovozi yangrab ketgan. Amerika hukumat organlarida bizning adımimiz bor deb yig'inda mag'rur so'zlagan Xitoyning ma'mur mudiri. Endi ikkinchi muhim xabar bo'lsa, xabarlar qarag'an chaqda Amerika davlatining adliya ministri Barr efendim istifa bermoqchi ekan. Uning faraz qilishicha, Trump efendimning prezidentlik vazifasi bir oyda qoldi. Demokrat partiyasidan Joe Biden Amerika prezidenti bo'lgan taqdirdami meni baribir haydi yutadi degan ko'z qarashga kelib qolgan bo'lishi mumkin. Adliya ministri Barr efendim bo'lsa, ayni vaqtida Bush oilasiga tava bo'lib, Cumhuriyet partiyasining atoqli arboblari Trump efendimiga alayda nomzod qilib ko'rsatgan ekan. Trump efendimi Cumhuriyet partiyasi va Demokrat partiyasininki orasida cho'ng ixtilof bo'lmasligi uchun Barr efendini adliya ministri qilib bekitgan ekan. Barrga o'xshash jumhuriyatchilarning ichidagi bir qism odamlar xizmat prinsipidan chetnab ketib, Amerikaning siyosiy iqimi qaysi tarafga mengayotgandek bo'lgan bo'lsa, shu tarafga qarab yaxshiroq yo'lini tanlab olgan. Bo'libmi bu qitimqi Amerika saylimida aldamchilik va o'g'riyanchiqchilik harakatlari nihoyat ochiq-oshkora ilib berilayotgan vaqtida Barr efendim o'zining vazifasini ijro qilmagan. Barr efendimning vazifasi adliya ministri bo'lib, texmi konkret qilib aytganda qonun ijro qilish mashinasining bosh mufattish o'rnidagi odam. Lekin bu odam o'zining xizmatini ijro qilmagan. Yaqinqi yillardan buyon Amerikaning ahli mulk huquqlarini Xitoy hukumati o'g'irlayotgan vaqtida, Xitoyning virusi Amerikaga yamrayotgan vaqtida, mushundaq muhim masalalar kelgan chaqda rezinkidek bo'lib olgan. Ba'zida guldirba, yomg'ir yo'q ishlarni qilib qo'ygan. Xitoyning texmi mudaham vahshiy bo'lib ketishiga sharoit yaratib bergan. Xitoy hukumatining ahli mulk huquqlarini o'g'irlayotgan jasuslarga nisbatan Amerika hukumatiga ziyonkashlik vaziyatlarni paydo qilayotgan pardi kayndagi kuchlarga nisbatan aktiv bo'lmagan. Amerika davlatiga singib kirgan Xitoyning yumshoq kuchi va jasuslarni tozalashda passiv vaziyatga o'tib olgan. 50-yillarda Sovet ittifoqining jasuslari Amerika davlatiga yamrab ketib, Amerika hukumat arboblari Sovet jasuslari, Sovet qor kuchlari deb so'zlaydigan gapdan aymindigan vaqtlarda Amerika Kengash palatasining ichidan McCarthy deb bir siyosatchi chiqib, Sovet ittifoqining kuchiga qarshi turish harakatini ilib berishda Amerika xalqining orasida yuqur hurmatga ega bo'lgan ekan. Hozir Amerika davlatiga nisbatan prezident Reaganga o'xshash, McCarthy degan odamga o'xshash odamlarga ehtiyoji bor ekan. Prezident Trump efendimni Reaganga o'xshatsak, McCarthy'dek odam hozirgi Amerika davlatiga intayin ehtiyojli ekan. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.